Bemalol bu yaxshi tashabbus, yaxshi urf-odatga aylantirishimiz kerak shu narsani. Chunki O'zbekiston sharoitida tahlil qilib ko'rdim. 6 oylikgacha agar bola hech qanday qo'shimchasiz, hech qanday magazindan, do'kondan qo'shimcha aralashmalarsiz faqat ona sutini emadigan bo'lsa, shu yerda o'zida 50 million so'mgacha oilaviy budjetga iqtisod bo'lar ekan. O'rtacha aralashma smeslar narxi bilan hisoblaganda agar premium va allergiyaga moyil bolalarga mos smeslarni qo'shadigan bo'lsak, undan ham yuqori bo'ladi bu narx. Ya'ni 50 million so'm 6 oygacha emizganingizda o'zida shuncha oilaviy budjetga iqtisod qilib beryapsiz. 6 oylikdan 1 yoshgacha bo'lgan davrda taxminan 35-37 million atrofida iqtisod qilasiz agar smes sotib olib berilmasa. Siz 2 yoshgacha agar emizsangiz tasavvur qiling qancha iqtisod qilyapsiz.